Qayerdan bitta provodni? Bag'i bu yoqqa kelaveradi, bag'i bu yoqqa ham qo'yiladi. Ha, bu yoqqa ham qo'yiladi. Bu to'ldi bak mana. Endi iloji yo'q, hikmatli iloji yo'q. Sizlar bosh qilib bermasalaring. Mahallani uyushtiramiz. Hurmatli mahalladoshlar, bugun qabristonda tashqariga hozir ko'rsatamiz tashqarini. Tadbirkorimiz tomonidan semun qilamiz deyapti. Mana shu mahallani bolalarini yurishga tashqarini ko'rsataylikda. Ma'mali maniki bitta maniketa kelib, mana bunga uylanadi. Ha, mashinga ulanish kerak-da, mashinga. Endi Yomg'irda, loyda odamlar bemalol yuraveradi, Rahmat aka. Ha, haliga cho'ktirib yubordim maytni. Maytdan chiqdi, aytdan chiqdi. Ketib, qo'ysa, u nariga yo'lga chiqadi. Keyinchalik ham o'rtadan bitta bir o'rta shashni. Endi hozir mana to'lib qoldi-da. Bizlarga telefon bo'ldimi, Mustafaga yo'q qo'lda ishlab tashlaveramiz. Telefon qilinglar. Mana hozir mana qo'yishdi o'zlari. Mana. Buni nimaga olamiz? Tarabulnaga do'konining oldiga. Bag'ini baqo olamiz. Ha, qolaversa, mana endi hozir Akbarali juda angarkor keladi kesib. Mana yerdan mana uni suyulib qo'ysak, ana stolbani bo'yicha. Suvni nariga orqaga ketadigan qilamiz. Kim paytdan keyin bo'ladi-da. Bugun bozor, kim uyda bo'lsa, zudlik bilan hasharga kelinglar yigitlar. Hasharga bugun qilib borishimiz kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mustafa akamga, Xolid opamga rahmat mana. O'zlari garchi kela olmasa ham mana anaqa nimalarini berdi. Akbar Shoh, charchamayapsanmi? Bunga bitta yordamchi kerak bolalar. Mana bunday qilib ovorib quyapmiz mana. İşimiz boshlandi. Otabek akam hoji yordamga kelibdi. Bunday qilib quyib ketyapmiz. Maqsad bolalarimiz emin erkin mana shu yo'lda yurish uchun. Shu Zarkin ko'chasidagi farzandlarimiz maktabga bemalol borish uchun mana shu ishlar qilinyapti mana. Qishda oyoqlari loy bo'lmasdan masjidga chiqayotgan yigitlarimiz, otaxonlarimiz bemalol yurishmaslik uchun. Aka hormang, charchamayapsizmi? Mana hoji akam rahmatulloh hoji tekizlayapti. Ba'da mana Otabek akam homiylikka kelibdi. Alloh rozi bo'lsin barcha homiylarimizdan, qilayotgan yigitlarimizdan. Ana hoji akamlar keldi. Bora-bora ko'paydi. Yigitlar mana mayog'imiz ham chiroyli bo'lib bo'ldi mana. Ikkita usta bo'lib ketdi bag'ida. Mana. Hadi yaxshimisiz? Abjabor akam hali kuraydi birovga bermayapti. Boriga shukr. Mansur akam mana bo'ldi mana. Xudo xolasa tezlatamiz yigitlar. Endi mana yetib qoldi-da mana shu yerda bugun qo'yib yuborishimiz kerak. Shopir alishdi. Pasaytiring. Pasaytiring, qo'ying, yerga qo'ying. Do'stlar, mashina ichkariga toshib, mashinaga semun quyib yuboramiz. Semun quyadigan guruh komandamiz bor-ku, lekin mana shag'aldi. Toshishga bir 5-6 talaring zudlik bilan kelsalaring, bugun mana shu ishlarimizni yakunlab olardik. Davay kutamiz yigitlar, kutamiz. Uyda o'tirmasdan. Yarim xolos, yarim. Safimiz kengaydi. Abjabor akam, Akbar Ali. Semun yorilib kelsa Akbar javob beradi. Nima Abjabor aka? Asli nima desa o'shani tashlayapmiz-ku. Mansur akam o'g'li mana. Nasos yurdimi? Och, ani sement ochish bor. Sen suv tashab tursang bo'ldi. Suv bo'lsa yana bitta tashab qo'yinglar. Faollashamiz yigitlar, faollashamiz. Bugun quyib yuborishimiz kerak. Ertaga yana mana bitta homiyimiz hozir bitta kamazda metpiso yana 1 tonna. Ha, 1 tonna semun ekson qilib ketdi. Daji bolalarning abetini ham tashkillab ketdi. Iloyim hoji akalarimizni
qilgan ehsonlari, qilgan nimalarini Allohdan, yagona Allohdan so'raymiz. O'zini nimasi bilan joyini to'ldirib qo'ysin deymiz. Qabristonda obod qilgan, yo'l qurgan. Endi bu temada men gapirishim hojati, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Mana yigitlarimiz ko'payishdi. Allohga shukr. Allohga shukr. Qolganlardan faollikka chaqiramiz, ey. Chunki ko'pchilik ishi bu. Ko'pchilik ishi. Kelolmaydigan mana ukalarimiz xizmatda ekan, homiylik qilib ketyapti, rahmat. Barcha homiylarimizga va mana shu yerda xizmat qilayotgan do'stlarimiz, yigitlarimizga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hattoki men xursand bo'lganim, bir ayol farzand, qiz farzandi bilan o'tib ketayotib, ukalarim, akalarim chanqasalaring deb chiroyli mana suvlarda nimalarni tashab o'tib ketyapti. Endi o'sha ayol kishilik ham bo'lmasa endi. Rahmat shu opamizga. Umri uzun, rizqi ulug' bo'lsin. Zo'r ketyapti. Bor, yana Akbar Ali, bor. Bor. Bo'ldi, qolmadi. Bosinglar aka. Tepadan. Hammasi namsa. Bo'ldi. Yaxshi aralashtiringlar, ko'cha bu katta mashinalar to'xtaydigan joy. Oz, Akbar, kemuni oz. Tanimadim. Bekerang o'zsa. Bo'ldi. Hoji boshchiligida javlon urilyapti mana. Komil akam ham shu yerdalar mana. Mana Komil akam. Bo'ldi. So'kinmay, ijtimoiy tarmoqqa unaqa so'zlar qo'yilmaydi. Hoji ham o'zi charchagan yo'q hali ham. Boriga shukr, mana shu Hoji tog'ani. Bir tarafda quyib kelinyapti, bir tarafda joy tekizlanyapti. Nasr akam ham javlon urishda davom etyapti. Charchagan yo'q. Hali ham ishimiz davom etyapti mana. Oxirida bir maza qilaylik deb Rushnoyda qoldik-da mana. Nasr akam, Isroiljon, rahmatulloh hoji akam, Akbar Aliga rahmat mana. Ertalabdan kech-kecha misharga ishlatib oxiri aka qo'lda qilgan yaxshi deb qo'liga ko'p o'rganib qolgan ekan musofirchilikda yurib. Mana qo'lda qilyapti o'zi ukam. Akbar Ali. Qo'ldagi yaxshi ekan a. Komil akam yo'l to'sishlar bilan band. Hoji tog'am ketgan yo'q mana, kech-kecha o'tirdi ketdi yonimizda. Ularni bizni oldimizda turib berishi katta davlat. Barcha bugungi qilgan abet yetkizib bergan hoji akalarimizga, ujunga baliq yetkizgan ukalarimizga, barcha metpusuk bilan ta'minlagan, semen bilan ta'minlagan insonlarga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ayrim opalarimiz mana suv tashab o'tib ketdi, ayrim bir hojonamiz orqa mahallamizdan 100 ming so'm ehson qilib ketdi. Mana shu yerda bolalarga bir narsa qilib beringlar deb. Musofirchilikda yurgan ukalarimiz mana telefon orqali kartalarga pul tashlashyapti. Bu pulimiz ham 250 mingdan oshib qoldi. Xudo xolasa mana xalq har bitta nimaga xalqqa suvatga beryapti shu yerdalarga. Qolganlarga ham ertaga ham hashar bo'ladi ichkarida. Ichkarida hashar bo'ladi. Ikkita yo'lak qilinadi. Albatta o'sha joyimiz yetarli bo'lib, to'lib olayotgani uchun ikkinchi qatorga yurish uchun yo'lak qilinadi. U yo'laydan xudo xolasa kimlargadir, barchalariga, hammamizga shu qabristonga qo'yilish nasib qilsin. Ana shularda chiroyli kelib qo'yiladi. Ishimiz hali davom etyapti ukalar. Ertaga ham hashar bo'ladi. Bugun ishtirok etmaganlar ertaga ham o'z mehnatlari bilan ishtirok etasizlar degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatib turinglar.